Assalomu alaykum. Tort va pirojnilar uchun juda ham mazali, mayin, zgushonkali zavarnoy krem tayyorlaymiz. Demak, gazga qo'yiladigan idishga bir dona tuxum, 25 gram jo'xori kraxmali, 80 gram shakar, oz-ozdan 300 ml sutni qo'shib, tomoqlari ketgunicha aralashtiramiz. Buni gazni pastroq oloviga qo'yib, aralashtirib turgan holda pishiramiz. Krem quyilib, mana shunaqa bilqillashni boshlaganda, yana 1 daqiqa pishirib gazdan olishimiz kerak bo'ladi. Kremni boshqa idishga bo'shatib, undan tuxum hidi kelmasligi uchun 1 choy qoshiq vanilya shakarini qo'shib yuboramiz. So'ng kremga strech paketni teg'azib yopib, xona haroratida 1,5-2 soat sovigani qoldiramiz. Zavarnoy kremimizni qanchalik mazali chiqishi albatta sayrog'imizga ham bog'liq. Xona haroratidagi yumshagan saryog'i rangga o'chirguncha ko'pirtiramiz. So'ng unga xona haroratidagi mazali qo'yiltirilgan sutni qo'shib miksirlashda davom etamiz. Saryog' va qo'yiltirilgan sutimiz bir xil, ya'ni xona haroratida bo'lishi lozim. Ko'pirgan saryog' va zgushonkaga sovigan kremni oz-ozdan qo'shib miksirlaymiz. Shu bilan mazali, silliqqina, o'zini yaxshi ushlaydigan krem tayyor. Bu kremni rulet tortlarga, ekler, profiteroli, har xil pirojnilar yoki tortlarning ustini tekislash, gul chiqarishlarga ishlatish mumkin. Videoga like bosib, uni do'stlaringiz bilan bo'lishing. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.